O'tgan asrning ikkinchi yarmi afsonaviy avtomobillarga boy bo'ldi. U vaqtlarda so'nggi so'zni marketologlar emas, muhandislar va konstruktorlar aytishardi. Va aynan shunday yondashuvning mevalari bugungi kunga kelib noyob klassika sanaladi. Ularning orasida Nemis uchligi alohida o'rin tutadi. BMW 3.0 CSI esa 70-yillarning yo'l uchun mo'ljallangan sport luxury kupesi, ya'ni haqiqiy Gran Turismo. Bu BMW imperiyasining unutilmas afsonasi. Bu haqiqiy hashamatli sportkar. Avtodizayner Paul Brake aerodinamika va jozibadorlikni shunday birlashtirdiki, ko'rib turganingizdek CSI hali ham go'zal, hali ham o'ziga tortadi. Xuddi Zekosning sifatli kostyumlari kabi. Akula yuzi deb tanilgan olli qiyofa, aerodinamikaga xizmat qiluvchi kapot va oyna chiziqlari, xrom detallar va yengil bamperlar. Bular BMWning jonli obrazi. 3 litrli to'g'ri 6 silindrli M30 motor. Bu dvigatel aynan BMWning real driverlar uchun chiqarilgan mashina degan maqomga ko'tarilgan motorlar avlodidan biri. 200 ot kuchining sezilishi va motor ovozi rulda o'tirgan insonni butunlay boshqa olamga tashlardi. BMW chasiga sozlangan podveska va rulni sizga quloq tutishi trassada ishonch va adrenalin bag'ishlardi. ATOX platformasida ishlab chiqarilgan ushbu model o'z egasiga obro' va erkinlik, brend uchun esa imij va yuqori reytingni hadya etish kerak edi. CSI esa bu vazifalarni qoyilmaqom qilib uddaladi va tarixga o'z ismini o'chmas qilib yoza oldi. Bu go'zallikning bugungi kundagi narxi $130 ming. BMW 3.0 CSI bu san'at, harakatdagi klassika va eng muhimi u haligacha BMW nimadan boshlanganini eslash uchun eng kuchli sabablardan biri hisoblanadi.